Zapravkamiz kundagan sizlarga bugungi kunda odamlarning o'chirtda qanday olayotgan kayfiyatini kuzatib boramiz. Ketdik kuzatuvchilar. Mana bu kumdagi metanda obzor qilib boramiz sizlarga. Mana o'chirtlarimiz qani ekan. Lekin kuzatuvchilar, mana biz Jabron tumanidagi Tuyakash mahallasida joylashgan kumdagi metanamizni sizlarga obzor qilib boramiz. Mana o'chirt bilan keladi. Mana shu fuqarolarimizdan so'raymiz, qani kuzatishda davom eting. Mana kuzatuvchilar pistoletchilarga savol beramiz. Aka, mana shu yerda huquqiy payman qilishga mashina oldiga qo'yyaptimi yo'qmi? Qo'ymayapti, ha? Yo'q. Bitta zapravkalarimiz chiroyli ishlayapti. Kasal bolalarga. Ha, kasal kelsa, bir og'ir bemor kelsa ruxsat berar ekan. Assalomu alaykum. Voyka, mana shu o'chit turishlarda oldidan noqonuniy ulashlar, odamlarni huquqini payman qilishlar bo'lmayaptimi? Zapravka yaxshi zapravka. Ha, zapravkalarimiz yaxshi zapravka. Qumning ichida Tuyakashda joylashgan. Kelingizda sizlarga qonun ustuvorligi chiroyli. Charamiz qanday tartibda berayotgan. Assalomu alaykum, operator aka, yaxshimisiz? Siz mana tartibda sotyapsiz. Ha, qonuniy o'chirtda oldidan qo'yishlar yo'q, ha? Odamlar norozi emas, ha? Mana biz operatorimizga savol berdik. Ajoyib qumdagi metanga kelingizda sizlarga taklif qilamiz. Qonun buzilishlar yo'q, odamlar tartibdan gazab ketyapti. Mana davlat posbonlarimiz ham metanlarga kelib, huzurlik bo'lmaslik oldini olish maqsadida davlat xodimlarimiz bilan kunu tun xizmatda, sovuq emas, issiq emas. Aka, odamlar, sizga savol beraman, odamlar qanday, kayfiyatlari yaxshimi? Kayfiyatlari avvalambor qonun bo'yicha tezroq ketishga yo'l qo'ymayapti. Hech qanday tartibsizlik bo'lmayapti. Bu xizmatda kayfiyati yaxshi, norozi kayfiyatda emas, chiroyli kayfiyatda. Kuzatuvchilar,